ota-ona bilan ko'rishgan paytda assalomu alaykum. Ota-onani qo'lini o'pib, peshonaga surib ko'rish bor. Qaysi biringlarni ota farzandinglar bugun qo'linglarni o'pib ko'rishdi? Bormi shu joyda? Bitta oila bormi? Qo'lingizni o'pib, peshonasiga surgan farzand bormi shu yerda? Shu ota bormi? Yo'q. Nima uchun yo'q? Yo'qligi oddiy narsa. Chunki kecha ota-onalarimiz tiriklik paytida bizlar ularni qo'lini o'payotganligimizni ko'rmadi ular. Qush uyasida ko'rganini qiladi. Agar kecha biza otamiz, onamiz tiriklik paytda qo'llarini o'pib peshonamizga surganimizda edi, bugun farzandlarimiz qo'limizni o'pib peshonasiga surayotgan bo'lardi. Nima uchun o'pish kerak bu qo'lni? Bu qo'lni shuning uchun o'pish kerakki, bu qo'lni o'rinbosari yo'q. Bu qo'l o'tgandan keyin otangiz o'rniga amakingizni ham, tog'angizni ham o'tkazib qo'ya olmaysiz. Onangizlarning o'rniga ammani bilan xolani ham o'tkazib qo'ya olmaysiz. Bu bitta qo'l dunyoda. Dunyo podsholigi bitta bo'lsa ham, dunyodan o'sa ikkinchi podshoh davom ettirib ketaveradi. Katta bir tashkilotning rahbari o'lsa, uni muovini ishni davom ettirib ketaveradi. Lekin oilamizda otamiz o'tsa, onamiz o'tsa, bularni o'rniga o'tkazadigan o'rinbosar yo'q. Mana shuning uchun bu qo'lni o'pish kerak. Otalarning qo'llariga qarang, ajin bosib, bugun qaltiroq bosib, qo'lidagi narsani usha olmayapti. Nima uchun? Kim uchun? Farzand uchun emasmi? Farzandim o'qimishli bo'lsin, farzandim uyli bo'lsin, oilali bo'lsin, mashinali bo'lsin deb bu qo'llar kecha loyni loy changallab, issiqni issiq, sovuni sovuq demasdan tinimsiz mehnat qildi. Mana shu qo'l sababidan bugun savlat to'kib o'tiribmiz. Bu qo'lni o'pishga arzimaydimi endi? Bir joyda mana shu masalani aytsam, amr ma'ruf qilsam, amr ma'rufdan ko'chaga chiqqandan keyin bir yigit keldi. Qoraka hozir ota-onani qo'lini o'pish haqida gapirdim. Ularni qo'lini o'payotgan paytimizda ularni qo'lida infeksiya bo'lsa-chi deyapti. Men aytdim, yoshing nechida sana dedim. 27 da dedi. 27 yil oldin pampers ham yo'q edi dedim. Oyog'ingni uchidan mana bu yeringgacha infeksiyaga qorishib yotuvding, axlatingga qorishib yotuvding. Axir shu qo'l-ku seni tozalagan. Bolamni infeksiya bosib ketibdi demadi-ku, seni oq yuvib oqtaradi. Xotiningni labida pomada bo'lsa infeksiya demayapsan-ku, badbaxt desam, men bu yog'ini o'ylamayman deydi. O'lganda o'ylaysanmi? Qachon o'ylaysan? 27 ga chiqib o'ylamasang. Bir oilaviy mojaroga bordik, ota-ona infarkt, insult bo'lib qolgan badbaxt farzand mashinada o'tiribdi. Odob haqida gapirib keldim, oyatlardan, hadislardan gapirib keldim. Oxiri mana ota-onangni qo'lini o'pish bor. Shu qo'lni o'payapsanmi desam, o'tiribdi. Buni o'ylab ko'rish kerak, qoraka deydi. Men o'zini qo'lini 2 marta o'pib, misol tariqasida ko'rsatdim. Otangni bundoq o'pasan, onangni bundoq o'pasan, o'ylab ko'rish kerak deydi. Men aytdim, badbaxt dedim. Sen hozir mana shu isqirt qo'lingni 2 marta o'pib peshonamga surdim. Men bu qo'lingdan 1 so'm pul olmaganman, bir burda non yemaganman. Senga pul bergan, senga non bergan qo'lni o'pgin deyapman. Desam, ko'zidan yosh chiqarib, meni kechiring. Kechirimni mendan emas, ota-onangdan so'ragin. Shu og'irmi shu qo'lni o'pish? Yo arzimaydimi bu? O'pishga arziydigan qo'l emasmi bu? Hozir nima uchun kelinlar qaynataga, qaynanaga tikka qarayapti, sammanga boryapti? Nima uchun? Farzandni o'z ustozlik qilyapti bu borada. Otasiga qarshi gapiryapti, onasini chakagini o'chiryapti, aralashmang, meni ishimga aqlingiz yetmaydi deyapti, kelinning oldida, xotinning oldida qilyapti. Xuddi shuni ishga ketgandan keyin xotini qaynanaga shu muomalani qilyapti. O'shaning uchun qaysi bir xonadonda ota-onani qo'li o'pib peshonaga surilar ekan, tasavvur qiling. O'g'lingiz keldida qo'lingizni o'pib ota duo qiling deb duo so'rasa, nimani so'rab bermaysiz qani? Bormi birorta qizg'anadigan, yashiradigan narsangiz? Mana buni bugundan qilish kerak azizlar. Ertaga kech bo'lib qolishligi mumkin, chunki bu qo'l yo'q bo'lib qolishligi mumkin oramizdan. Ana shu uchun ota-onani qo'lini o'pib, bugun duo olaylik. Ota-onani duosini olgan inson o'tda yonmaydi. Foziljon Qorakam ustozimiz ko'p gaplari bor. O'tda yonmaydi, suvda cho'kmaydi. Tegirmonga chiqsa butun chiqadi.